Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan diagnostik testni ETS ofitsial veb-saytidan qanaqa qilib olsa bo'ladi, shu haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni bilasizlar, imtihon topshirishdan oldin albatta diagnostik test olib ko'rish kerak, ya'ni hozirgi levelingizni bilish uchun. Va uning uchun biz ETS ni ofitsial veb-saytdan bu testni olishimiz mumkin bo'ladi. Va bu testni biz faqatgina kompyuterdan ola olamiz, ya'ni telefon yoki planshetda bu veb-sayt ishlamaydi. Shuning uchun birinchi navbatda biz o'sha Google ga kiramiz va ETS Jari login deb yozamiz. Va Jari Journal Test birinchi chiqqan linkga bosamiz. Va keyin bizani mana shunaqa pejga olib o'tadi. Register degan tugmani bosamiz. Agarda sizda account create qilmagan bo'lsangiz, mana shu emailingizni kiritasiz va undan keyin keyingi bosqichlarga o'tib borasiz. Account create qilish jarayonida sizdan o'sha ismingiz, familiyangiz va shunaqa informatsiyalar so'raladi. Va diagnostik test uchun bu ismlarni, familiyalarni to'g'ri kiritish shart emas. Faqatgina oddiy xohlagan ma'lumotni kiritib ketaversangiz bo'ladi. Bu faqatgina bizga diagnostik test uchun kerak. Va xudo xolasa kelajakda ham Jariga qanaqa qilib to'g'ri registratsiya qilish kerak, shu bo'yicha ham video qilamiz. Ana endi menda o'zimda akkaunt bor, shuning uchun men sign in ni bosaman. Sign in ni bosgandan keyin o'sha daniylarimni kiritaman, o'sha password bilan username va o'shandan keyin bizani mana shu pejga olib o'tadi. Va undan keyin bizda mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, shop for test preparation degan yozuv bor, silka bor, o'shanga bosamiz. Bosganimizdan keyin bizani mana shunaqa pejga olib o'tadi. Ya'ni bu pejda ko'rsanglar bo'ladi, sizga har xil kitoblar, mana shunaqa, ya'ni testga tayyorlanish uchun kerak bo'ladigan kitoblarni sotib olsanglar bo'ladi bu yerda. Va biz hozir eng pastiga tushamiz. Eng pastiga tushganimizda bizda mana bu o'ng tarafda mana bu ko'rsanglar bo'ladi. Power Prep 2 Timed Practice. Bu yerda untimed practice bor, ya'ni faqatgina mana shu ikkalasi bizda tekinga olsanglar bo'ladi. Va undan keyin bizga faqatgina timed practice kerak. Chunki timed practice bu yerda sizga vaqt qo'yiladi. Xuddi Jari imtihonida qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa vaqtlar bo'ladi. Shuning uchun biz mana shu yerda Add to Cart'ni bosishimiz kerak bo'ladi. Add to Cart'ni bosganimizdan keyin mana bu ko'rsanglar bo'ladi, bizga qo'shildi. Mana bu ikonkani bosamiz. Bosganimizdan keyin mana shu pejga olib o'tadi. Ko'rsanglar bo'ladi, shu Power Prep Test 2 Verbal and Quantitative Reasoning Scores Provided. Ya'ni bu degani sizda mana shu reading va matematika bo'yicha sizga ballni ko'rsatib beradi, lekin writing qismi uchun ballni ko'rsatmaydi. Va endi Submit ni bosamiz. Submit ni bosganimizdan keyin mana bo'ldi o'sha Thank you for your order. O'shandan keyin home page'ga yana qaytamiz. Home page'ga qaytganimizdan keyin My Test Preparation and Services degan silkani bosamiz. Bosganimizdan keyin mana shu pejga olib o'tadi va bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, bugungi chuslo mana 13-noyabr 2025-yil. Mana bu yerda Go to Practice Test deb bossangiz, o'zi o'sha mana shu pejga olib o'tadi va bu yerda siz o'zingizni ismingizni, familiyangizni kiritib, bemalol Launch the Test deb bossangiz boshlanib ketadi. Va test haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchi edim. Ya'ni bu yerda matematika qismi salgina osonroq, haqiqiy Jariga nisbatan va reading qismini qiyinchilik darajasi taxminan haqiqiy Jaridagi qiyinchilik darajaga juda ham o'xshash bo'ladi. Va Jari imtihonidan diagnostik test olish bo'yicha video instruksiyamiz mana shulardan iborat va keyingi videolarda ko'rishguncha